Assalomu alaykum. Quyidagi tengsizlikni isbotlaymiz. Sinus kvadrat x ning darajasida sinus kvadrat x ko'paytirilgan kosinus kvadrat x ning darajasida kosinus kvadrat x katta yoki teng 1/2. Bu yerda x teng emas pi taqsim 2n. N butun son. Yech. Quyidagi belgilashni kiritamiz. T teng sinus kvadrat x. U holda 1 minus t kosinus kvadrat x bo'ladi va quyidagi funksiyani hosil qilamiz. Ft t ning t-nchi darajasi ko'paytirilgan 1 minus t ning 1 minus t-nchi darajasi va bu funksiyani minimumini topamiz. Hosiladan foydalanamiz. Dastlab bu tenglikni, oxirgi tenglikni har ikkala qismini logaritmlaymiz. Ya'ni natural logaritm ft teng t ko'paytirilgan natural logaritm t plus 1 minus t ko'paytirilgan natural logaritm 1 minus t. Endi hosila olamiz. Natural logaritm f t ning hosilasi teng bo'ladi. Natural logaritm t plus 1 minus natural logaritm 1 minus t plus 1. Bu teng natural logaritm t minus natural logaritm 1 minus t. Yoki bu teng natural logaritm t bo'lingan 1 minus t. Endi kritik nuqtani topamiz. Ya'ni natural logaritm f t hosilasi 0 ga teng. Ya'ni natural logaritm t bo'lingan 1 minus t teng 0. Bundan t barabar 1/2 ni topamiz. Endi agar t 1/2 dan katta bo'ladigan bo'lsa, natural logaritm f t hosilasi katta 0 dan, agar t 1/2 dan kichik bo'lsa, u holda natural logaritm f t ning hosilasi kichik 0. Demak, t barobar 1/2 da bu funksiyamiz minimal qiymatga ega. Ya'ni f 1/2 teng 1/2 ning 1/2 darajasi ko'paytirilgan 1/2 ning 1/2 darajasi. Demak, bu teng 1/2 ga. Demak, biz quyidagi tengsizlikni isbotladik. Sinus kvadrat x ning darajasi sinus kvadrat x ko'paytirilgan kosinus kvadrat x ning kosinus kvadrat x-nchi darajasi katta yoki teng 1/2. Bu yerda x teng emas pi taqsim 2n va n
butun son. E'tiboringiz uchun rahmat.